Bizning Somon yo'li galaktikamiz yuragida hayratlanarli sir yashiringan. Olimlar uzoq vaqtdan beri bu markazdagi g'ayritabiiy portlashni kuzatib kelmoqda. U yerda gazlar o'z-o'zidan ionlashgan, ya'ni zaryadlangan holatga kelgan. Eng ajablanarlisi, bu jarayon uchun zarur bo'ladigan energiya manbai ko'rinmayapti. Bu sirli manba nimadan iborat ekanini tushunish uchun olimlar hali ham izlanmoqda. Ionlashgan gazlar degani atomlar elektronlarini yo'qotgan, kuchli zaryadlangan gaz degani. Bu holat odatda juda kuchli energiya ta'sirida sodir bo'ladi. Masalan, yadro portlashlari yoki qora tuynuklarning nurlanishi bilan. Ammo galaktika markazidagi gazlar hech qanday ko'rinadigan manbasiz ham zaryadlangan. Bu esa bu energiya qayerdan kelmoqda degan savolni tug'diradi. Javob hozircha noma'lum, lekin izlanishlar davom etmoqda. Galaktikamiz yuragida joylashgan ulkan qora tuynuk Sagittarius A Quyoshdan millionlab marta og'irroq. U atrofidagi gaz va yulduzlarni o'ziga tortadi va kuchli energiya tarqatadi. Olimlar dastlab bu ionlashuvni aynan shu qora tuynuk bilan bog'lashgan edi. Ammo hisob-kitoblar bu energiya yetarli emasligini ko'rsatdi. Bu degani markazdagi g'alati jarayonlar orqasida boshqa kuch yashiringan bo'lishi mumkin. Markazda gazlar faqat shunchaki tarqalmagan, balki juda tartibli, ipga o'xshash shaklda joylashgan. Ular go'yoki ko'zga ko'rinmas kuch tomonidan boshqarilayotgandek harakatlanadi. Oddiy yadro nurlanishi yoki yulduz shamollari bunday tartib yarata olmaydi. Bu hodisa galaktika yuragida biz hali bilmaydigan kuchlar ishlayotganidan darak beradi. Bu kuchlar nimadan iboratligi esa hali sirligicha qolmoqda. Yana bir faraz shuki, bu ionlashuv yulduzlarning nurlanishi natijasida yuzaga kelmoqda. Ammo hisob-kitoblar ko'rsatadiki, bu gazni zaryadlash uchun zarur energiya yulduzlardan chiqayotgan nurlanishdan ancha yuqori. Bu degani, gazni ionlashtirayotgan manba mutlaqo boshqa narsa. Yulduzlar bu jumboqni to'liq tushuntira olmaydi. Kosmosda harakatlanayotgan yuqori energiyali zarrachalar, kosmik nurlar gazni ionlashtirishi mumkin. Ammo bu zarrachalarning soni va kuchi ham markazdagi darajaga yetmaydi. Bu esa bizni yana boshlang'ich savolga olib keladi. Bu ulkan ionlashuv qayerdan paydo bo'lyapti? Oddiy mexanizmlar bunga javob bera olmaydi. So'nggi yillarda olimlar yangi nazariyani ilgari surmoqda. Bunga sabab yengil qora materiya bo'lishi mumkin. Bu zarralar oddiy moddadan farqli, ular ko'rinmaydi va faqat tortishish kuchi orqali seziladi. Agar ular gaz bilan to'qnashsa, elektronlarni urib chiqarib, ionlashuvni boshlashi mumkin. Bu g'oya hozircha nazariya bo'lsa-da, u eng asosli izoh sifatida ko'rilmoqda. Qora materiya koinotdagi eng sirli moddalardan biri. U bizni o'rab turgan har bir yulduz va galaktikada mavjud, lekin uni ko'ra olmaymiz. Olimlar uni faqat tortishish kuchi orqali sezishadi. Agar bu zarrachalar haqiqatdan ham gaz bilan o'zaro ta'sirlashsa, ular ko'zga ko'rinmas bo'lsa-da, kuchli ionlashuvga sabab bo'lishi mumkin. Bu esa markazdagi sirni tushuntiradigan kalit bo'lishi ehtimolga yaqin. Bugun dunyoning eng yirik teleskoplari galaktika markazini diqqat bilan kuzatmoqda. Ular bu g'alati ionlashuvning xususiyatlarini aniqlash uchun turli to'lqin uzunliklarida ma'lumot to'plamoqda. Har yangi ma'lumot bu sirga bir qadam yaqinlashtiradi. Ammo hozircha aniq javob hali topilganicha yo'q. Kelajakda ishga tushiriladigan yangi avlod teleskoplari bu jumboqni yanada chuqurroq o'rganishga yordam beradi. Ular ionlashuvning kuchini, joylashuvini va vaqt bo'yicha o'zgarishini aniq o'lchay oladi. Bu esa qora materiya haqidagi nazariyani sinovdan o'tkazishga imkon beradi. Yangi texnologiyalar bizni koinot sirlariga yanada yaqinlashtiradi. Olimlar faqat kuzatish bilan cheklanib qolmayapti, balki matematik modellar ham tuzmoqda. Bu modellar gaz ionlashuvi qanday sodir bo'lishini,
zarrachalar qanday harakatlanishini tahlil qiladi. Agar model tajriba bilan mos tushsa, demak biz to'g'ri yo'ldamiz. Aks holda sirli manba boshqa joyda yashiringan bo'lishi mumkin. Ionlashuv manbasini tushuntirish uchun boshqa farazlar ham ilgari surilgan. Ba'zi olimlar buni qora tuynuk atrofidagi zarralar oqimi bilan bog'laydi. Yana boshqalar markazdagi yulduzlar orasidagi kuchli shamol gazni zaryadlaydi deb hisoblaydi. Hatto galaktikamizga tashqaridan kirayotgan yuqori energiyali zarrachalar sabab bo'lishi mumkinligi haqida aytilmoqda. Ammo bu nazariyalar ham to'liq javob bera olmayapti. Shuning uchun qora materiya g'oyasi hanuz eng kuchli nomzod bo'lib qolmoqda. Ionlashgan gazlar galaktika hayotida juda muhim rol o'ynaydi. Ular yangi yulduzlarning paydo bo'lish jarayoniga ta'sir qiladi. Shuningdek, ionlashgan zarralar atrofdagi gaz harakatini o'zgartiradi va butun markazning tuzilishini shakllantiradi. Bu esa galaktikamiz kelajakda qanday rivojlanishini ham belgilaydi. Shu sababli bu sirni tushunish faqat ilmiy qiziqish emas, balki kelajakdagi evolyutsiyani tushunish kaliti hamdir. Qora materiya faqat bizning galaktikamiz markazida emas, boshqa joylarda ham o'z izini qoldirgan. Masalan, yulduzlarning aylanish tezligi faqat ko'rinadigan modda bilan izohlab bo'lmaydi. Galaktikalar tortishish kuchi bilan yorug'likni egib yuboradi. Bu ham ko'rinmas moddaning borligidan dalolat beradi. Bu dalillar qora materiya haqiqatdan ham mavjudligini isbotlaydi. Endi u gazni ionlashtiradimi degan savolga javob topish qolmoqda. Qora materiyani aniqlash juda murakkab jarayon. Ular juda zaif o'zaro ta'sir qiladi va oddiy modda bilan deyarli to'qnashmaydi. Shuning uchun eng ilg'or detektorlar ham ularni bevosita qayd eta olmaydi. Olimlar yer ostidagi maxsus laboratoriyalarda ularni aniqlashga harakat qilmoqda. Har bir muvaffaqiyatsiz tajriba esa bizni yanada aniqlik bilan yangi usullar yaratishga undaydi. Galaktika markazida oddiy joydagidek tinchlik yo'q. U yerda har narsa nihoyatda ekstremal. Kuchli magnit maydonlari, zich gaz bulutlari va yuqori energiyali zarrachalar bir-biriga aralashgan. Bu sharoitda gaz qanday ionlashayotganini aniqlash yanada qiyinlashadi. Ba'zida turli jarayonlar bir vaqtning o'zida sodir bo'ladi va natijani chalkashtiradi. Shuning uchun bu hududni tushunish olimlar uchun eng qiyin masalalardan biridir. Tadqiqotlar shuni ko'rsatadiki, ionlashgan gaz doimiy emas. U vaqt o'tishi bilan o'zgarib turadi. Ba'zan kuchayadi, ba'zan esa kamayadi. Bu esa manba doimiy emas, balki o'zgaruvchan ekanidan darak beradi. Qora materiya yoki boshqa jarayonlar vaqt bo'yicha qanday harakat qilayotganini tushunish bu jumboqni yechishda muhim ahamiyatga ega. Vaqtni hisobga olmasdan bu hodisani to'liq tushuntirib bo'lmaydi. Yangi avlod teleskoplari, jumladan James Webb teleskopi bu sohada yangi ufqlarni ochmoqda. Ular ilgari ko'rish imkonsiz bo'lgan zaif nurlanishlarni ham qayd eta oladi. Bu ionlashuvning manbasini aniqlashda muhim ahamiyatga ega bo'ladi. Har bir yangi kuzatuv bizni jumboqning yechimiga bir qadam yaqinlashtiradi. Yaqin yillarda biz bu sirning kalitini topishimiz mumkin. Olimlar mavjud nazariyalar bilan cheklanib qolmayapti. Yangi ilmiy fikrlar va modellar har yili paydo bo'lmoqda. Ularning ba'zilari qora materiyaning yangi turlarini taklif qiladi. Boshqalari esa butunlay boshqa mexanizmlarni ko'rsatadi. Har bir yangi model tajriba orqali tekshirilmoqda. Haqiqat esa ularning ichida yashiringan bo'lishi mumkin. So'nggi yillardagi ma'lumotlar ayrim nazariyalarni qo'llab-quvvatlay boshladi. Bu ionlashuvni qora materiya bilan tushuntiruvchi model endi ko'proq e'tibor qozonmoqda. Yana biroz ma'lumot to'plansa, bu fikr aniq isbotlanishi mumkin. Agar bu to'g'ri chiqsa, u holda biz nafaqat ionlashuvni, balki qora materiyaning o'zini ham tushunishga bir qadam yaqinlashamiz. Bu koinotni tushunishda inqilob bo'ladi.
Galaktika yuragidagi ionlashuv sirini hali hech kim to'liq yecha olmadi. U qora materiya bo'lishi ham, hali noma'lum bo'lgan kuch bo'lishi ham mumkin. Bu jumboqni yechish bizning koinotni tushunishimizni butunlay o'zgartiradi. Eng so'nggi ilmiy izlanishlar va tafsilotlar bilan tanishish uchun Telegram kanalimizga qo'shiling.